Har g'aniki tirikligida ehsonidan ko'ngillarni shod qilmag'ay, o'lganidan so'ng ani kimsa duo bilan yod qilmag'ay. Alisher Navoiy. Assalomu alaykum azizlar. Umr o'tib boryapti. Siz bizga o'lchab berilgan umr. Va umrimiz har birimizga o'lchab berilgan. Shuning uchun azaldan ajdodlarimiz, fozil insonlar hayotlarining har bir daqiqasidan unumli foydalanishga intilganlar. Yaxshi niyatlar, ezgu tilaklar bilan boshlagan har bir ishlari oxir oqibat yaxshi natijalar, totli mevalar bergan. To'g'ri, dunyoga kelayotgan har bir go'dak ham olim fuzalo yoki katta bir talant sohibi bo'lavermaydi. Lekin qo'shiqlarda kuylanganidek dunyoga odam bolasi bo'lib keldikmi, demak, odam bo'lib yashamog'imiz lozim. Umrimizni oilamiz, yurtimizning tinchligi va osoyishtaligi, obod va farovon bo'lishi yo'lida baxshida etmog'imiz ajdodlarimiz yozganlaridek bizning insoniy burchlarimizdan biridir. Hayotimiz davomida juda bo'lmaganda bir-birimizga kichkinagina bir yaxshilik qilish yoki yaxshi niyat bilan bitta ko'chat o'tkazish har birimizning qo'limizdan keladi. Inson umri davomida eliga, yurtiga biror nafi tegmasdan yaxshi niyat, ezgu tilaklar bilan yashamas ekan, oxir oqibat xalqning nafratiga duchor bo'ladi. Bu yo'ldan o'tganlar behisob, sonsiz. Biridan shon qolgan, biridan armon. Sen o'tmoq istasang ko'z yosh armonsiz, avval bil nimadir yaxshi-yu yomon. Parvardigori olam ona zaminni bandalarimga deb, ular shu yorug' olamdan bahramand bo'lsin deb bunyod etdi. Ganjing aro naqd farovon edi, lek bardin g'araz inson edi. Dunyodagi jamiki go'zallik va boylik inson uchundir. Butun mavjud borliqning barcha yaxshiliklari insonga atalgan. Bu go'zal olamning bor ne'matlaridan bahramand bo'lib, uning qadriga yetib, chiroyiga chiroy, boyligiga boylik qo'shib yashamoq har birimizning insoniy burchimizdir. Har yilning yakunida har bir inson beixtiyor bosib o'tgan umr yo'llariga nazar tashlaydi. Umrimni qanday o'tkazyapman? Biror foydali ish qila oldimmi? Kimgadir nafim tegdimi? Loqal bir tup ko'chat o'tkazdimmi kabi savollar o'tadi xayolidan. O'tgan kunlarini, o'tmishini, bobolari, mamolari hayotini, mehnatini unutmagan, ulardan ibrat olib yashagan avlodlar umrlarini behuda o'tkazmaydi. Yashaydi, kurashadi, yaratadi. Yo'llar, binolar, bog'lar barpo etadi. Ma'naviy poklikka undovchi asarlar yozadi. O'zidan yaxshi nom qoldirib ketadi. Ustoz Asqat Muxtorning Chinor romandagi mana bu kichik bir lavhaga quloq tuting. Yerning ham nafasini, yurak urushini eshitsa bo'ladi. Eshitilmaydi-ku. Go'dakmizda, go'dakmiz. Go'dak ona sinasiga yopishib emishni biladi. Uning nafas olishi-yu, yurak urishi bilan ishi yo'q. Siz ham go'dakmisiz, bobo? Kulib so'radi Azimjon. Ha, men ham go'dakman. Mana bu yaylovlarda yalang oyoq shabnam to'kib yurgim keladi. Maysalarda chaqaloqda yumalagim keladi. Qurbim kelsa, yer yuzidagi jamiki yo'llarni yayov kelib chiqardim. Kapalak qanotiga yoki biror oddiy bargga uzoq tikilib qaraganmisan? Gulning hididan taniysanmi? Uzumning xillarini sanaganmisan? Hammasini ko'rib to'yish, hammasi bilan xayrlashish kerak. Bobo jim qoldi. Azimjon bilan shofyor bola ham anchagacha indamay yurdilar. Bobo davom etdi.
Agar men yozuvchi bo'lsam, butun umrimni bittagina kitob yozishga sarflardim. Bu qanday kitob, bobo? Xayrlashuv kitobi. Tabiat bilan, uning husni ko'rki, ulug'vorligi bilan barglar, gullar, to'rg'aylar, chashmalar, yulduzlar, sahrolar, jamiki go'zalliklardan to'yib, xo'rsinib, yig'lab xayrlashuv kitob. Shunday kitob yo'q, bolam. Shunday kitobni yozgan odam bearmon ketardi. Ha, sizlar, bu dunyoga kimlar kelib ketmadilar? Kimlar armon bilan o'tdilar? Kimlar o'zlaridan yaxshi nom qoldirib ketdilar? Ajdodlar bog'u rog' ekib ketishdi, mevasiga yangi avlod yetishdi. Cholni bir ziyorat qilmasak bo'lmas, nima dedingiz? Ma'qul gap, vazir a'lam. Mana, marhamat, marhamat. Ana o'g'lim. Assalomu alaykum, otaxon. Assalomu alaykum, otaxon. Hormay. Alaykum assalom, kelinglar. Baraka topinglar, bor bo'linglar. Ushla. Otaxon, Labbay. keksaygan chog'ingizda nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Mana shu joylar tashlandiq yerlar edi. Tozaladim, chopdim, bir bog' bunyod etmoqchiman. Yashang, otaxon, yashang. Juda yaxshi o'ylabsiz. Lekin bitta savolim bor, ko'nglingizga olmaysiz, otaxon. Bemalol so'rayvering. Mana bog' yaratyapsiz. Ko'chatlar ekyapsiz. Bu ko'chatlar qachon ko'karadi-yu, qachon mevaga kiradi? Buning mevasini yeyish sizga nasib etarmikan? Umringiz yetarmikan, otaxon? Yetmasa kerak. Yana Alloh bilguvchidir. Bu holda o'zingizni buncha qiynayapsiz, otaxon. Mevasi nasib etmaydigan bog'ni deb jon kuydirish zarurmidi? Bolam, ko'rinishingizdan shu o'lkaning hukmdorlaridan biriga o'xshaysiz. Sizga nima desam ekan, bolam? Bizdan oldingilar ekdi, mevasini biz yedik. Endi biz ekamiz, mevasini boshqalar yesin. Yaxshi. Ey otaxon, Rahmat. mana shu mendan sizga sovg'a bo'lsin. Niyatingiz pok inson ekansiz, otaxon. Omon bo'ling. Ya Alloh Karim, senga shukronalar bo'lsin kim. Qudrati oliying bilan ekkan daraxtim hali niholligidayoq meva berdi. Ajdodlarimiz hayoti, orzu umidi, pok niyatlari. Ular bizni hayotni, vatanni, el yurtni sevishga, ardoqlashga, uning qadriga yetishga o'rgatadi. Alloma Jaloliddin Rumiy shunday degan edilar: sen hamma narsani unutishing mumkin. Faqat bir narsani unutmasang bas. Dunyoga ne uchun kelding? O'zingni arzon garovga sotmagaysan. Illo bahoying baland. Sen butun dunyoga arziguliksen. Vaqti kelib, bu dunyodan g'oyib bo'lamiz. Faqat bag'rimizda yonib, boshqalarga uzatiladigan alanga boqiy qoladi. Bizni yondirgan alanga qanchalar yorug' bo'lsa, u shuncha uzoq yonadi. Va biz daraxt novdalariga yoyilgan sharbatdek olam bo'lib taralgan haqiqatga shunchalar yaqinlashamiz. Azizlar, so'zi bilan dili pok insonlarning ezgu tilaklari hamisha ro'yobga chiqqan. Yaxshi niyatlar bilan barpo etilgan milliy bog'imizni men yana
halollik bog'i, poklik va fidoyilik bog'i degim keladi. Sababi bog'ning to'rida butun umrini el yurtning farovonligi, mamlakatning obodonligi yo'lida sarf etgan ulug' zot, so'zi ham, dili ham, o'zi ham pok buyuk bobomiz Mir Alisher Navoiy hazratlarining siymolari qad rostlab turibdi. U kishining nigohlari mana shu yerda joylashgan oliy majlis binosiga qadalgandek, xalqning ishongan vakillarining xayrli ishlariga go'yo oq fotiha berayotgandek. Demak, bizning har bir ishimizni ulug' zotlarning ruhlari kuzatib turibdi. Azizlar, umrimizni halollik va poklikda o'tkazaylik. Yaxshi niyatlar-u orzu istaklarimiz tezroq ro'yobga chiqishida ajdodlarimizning ruhlari bizga hamisha madadkor bo'lsin. Qila olg'oncha bo'lsin shioring, ki yaxshi ot qolg'ay yodgoring.